100-chi kun xoinlarni kafillikka olmaymiz. Bir kishi pulga juda ehtiyojmand bo'lib qoldi. Shu tufayli zamonasining eng ko'zga ko'ringan avliyolaridan Sayyid Alaviyning oldilariga bordi. U zoti muborakdan oraga tushib, bir boydan qarz olib berishini iltimos qildi. Sayyid Alaviy uni o'sha boyning oldiga yubordilar. Boyning Sayyid Alaviyga hurmati baland bo'lgani bois qarz berishga rozi bo'ldi. Lekin kun kecha bo'lgani tufayli ertalab kelishini iltimos qildi. Kishi uyiga qaytgach, hisob-kitob qila boshladi. Birozdan so'ng shayton uning aqliga kirib, qarzni olib qaytarib bermaslikka undadi. Kishiga ham bu fikr ma'qul keldi. O'yladi, u katta boy bo'lsa, men shu qarzimni qaytarmasam ham uning boyligi kamayib qolmaydi-ku. Shunday qilib tong o'tdi. Tong o'tishi bilan shoshilib boyning uyi tomonga ketdi. Boyning uyiga kirar-kirmas ortidan ikkita shayx Alaviyning shogirdlari kelib, bu odamga qarz bermasligi kerakligini aytishdi. Bunda hayron qolgan kishi Sayyid Alaviyning yoniga borib, nega bunday qilganini so'radi. Sayyid Alaviy sokinlik bilan javob berdi: Biz xonlar bilan oldi-berdi qilmaymiz. Ularni zinhor kafolatimizga ham olmaymiz. Alloh ba'zan bandasiga katta bir yo'l ochib beradi. Unutmang, bu yo'l bir marta ochiladi. Inson bu fursatdan to'g'ri foydalana olishi lozim. Yo'qsa, ishonchli insonlar qatoridan chiqib, xoinlar safida xotirlanadi.